Assalomu alaykum hurmatli Impuls kanal kuzatuvchilari. Bu videomizda Taiga MiG 290 qo'l avtomat apparatini obzor qilamiz. Apparat ikki xil rejimda ishlaydi: qo'l avtomat va elektrosvarka. Qo'l avtomat rejimida 1 kilolik 0.8 simlarni gazsiz va gaz bilan yoqa oladi. Elektrosvarka rejimida 3 likgacha bo'lgan elektrodlari yoqa oladi. Apparat 220 voltda ishlaydi. Servis va uy xo'jaliklarida ishlatish uchun mo'ljallangan. Apparat hajmi kichkina va yengil bo'lganligi uchun ko'tarib yurishga juda qulay. Apparatimiz komplektida 1 kilolik bez gaz sim, держак, elektrosvarka uchun держак va massasi, pasporti va shitoki bor. Hozir videomizda apparatimizni ishlatib ko'rsatamiz.